Tibbiyot hamshiralari bemorlar uchun eng ko'p qayg'uradigan, kecha-yu kunduz ularning issiq-sovug'iga qarab turadigan, vrachlar tavsiyasi bilan muolajani amalga oshiradigan kasb egalari. Bemorning tuzalishi ko'p jihatdan ularga bog'liq. Respublika onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Farg'ona viloyati filialida faoliyat yurituvchi har bir hamshira o'z vazifasini astoydil, vijdonan bajarib kelmoqda. Bugun ana shunday hamshiralardan birining faoliyatiga yaqindan nazar tashlaymiz. Men Nishonova Gulsanam, Respublika ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Farg'ona viloyati filiali bosh bo'yin tayanch harakati bolalar onkologiyasida bolalar hamshirasi lavozimida ishlab kelaman. Bizi bo'lim boshqa bo'limlarga qaraganda og'irroq, chunki biz bolalar bilan ishlaymiz. Ertalab ishga kelamiz, bolalar bilan to ish yakunigacha birga bo'lamiz. Ularni har bir bemorlarni dardiga hamroh bo'lamiz. Bizni shifoxonamizda, ya'ni shu bolalar bo'limida bolajonlarga hamma sharoitlar qilingan. Ular muolaja olishiga, yuvinish xonasi, dars tayyorlash uchun, o'yin o'ynash uchun hamma sharoitlar qilingan. Shu bolajonlarning dardi bilan birga hamroh bo'lamiz. Biz ularning kasalliklarini unutish uchun yordam berishga harakat qilamiz. Bo'limimizdagi har bir xonalar har bir bolalar uchun alohida xonalar ajratilgan. O'yinchoqlar, dars tayyorlaydigan darsliklar, o'quv qurollari bilan ta'minlangan. Bolajonlar vaqtlarini maroqli o'tkazishadi, bemor holatlarini unutishadi. Bolajonlar har xil bo'ladi, injiqlik qilishlari mumkin, yig'lashi mumkin, muolajalarini olmaymiz deb yig'lab nima qilishi mumkin. Biz ularning ichki dunyosiga kirib, har xil o'yinlar bilan iloji boricha o'sha muolajalarni to'g'ri olishlikka harakat qilamiz va onalarni ham o'z dardimizdaqa bolasini o'sha bemor dardidaqa ko'rib bolajonlarni tushkunlikdan chiqarishga harakat qilamiz. Biz onalarga ham qo'limizdan kelganicha yordam berishga harakat qilamiz. Ular juda ham tushkunlikka tushgan bo'lishadi. Shunaqa vaziyatda ularga ham tushkunlikka tushmaslikka, o'sha bemorlarimiz yaxshi bo'lib ketishlarini, bolajonlarda xudo xolisa kelajakda yaxshi bo'lib ketishlarini aytib o'tamiz. Bizi bo'limimiz 20 o'rindan iborat bo'lib, asosan 6 ta malakali shifokorimiz, 12 ta hamshira, 12 ta faroshimiz ish olib boradi, ya'ni bemorlarga xizmat ko'rsatadi. Bizni bo'limimizda hamma qulayliklar yaratilgan. O'sha bemorlarda muolaja olishlari uchun, yuvinishlari, ovqatlanishi uchun har bitta xonalarimizda o'sha televizor, smartlatgich, hamma sharoitlari yaratilgan. Bizi shifoxonamizda bosh shifokorimiz tomonidan 80-85% dorilar ta'minlab berilgan. Bu kasbga avvalambor meni onam yetaklab kelgan. Bu kasbga shu oppoq xalat kiyishda havas qilganimiz uchun, shu bemorlarga yaxshi gapirish, shirin so'z muomala bo'lishni xohlaganimiz uchun shu kasbni tanlaganman. Shu kasbimdan faxrlanaman.